Endi aslida haq deymiz. Haq ikkiga bo'linadi deylar ulamolarimiz. Haqqulloh va haqqul abd. Birinchisi Allohning haqqi, banda ustidagi haqqi. Ikkinchisi banda bilan banda orasidagi haq. Allohning banda ustidagi haqqi, endi Alloh taolo bandaga nimani buyurdi? Balog'at yoshiga yetgandan keyin halol va haromga e'tibor berishlikni buyurdimi? 5 vaqt namozni buyurdimi? Ro'za tutishlikni, zakot berishlikni, mol dunyosi nisobga yetgan bo'lsa, imkoniyati yetgan bo'lsa, hajga borishlikni buyurdimi bir marotaba? Bu Allohning banda ustidagi haqqi. Endi mana shu haq aslida siz va bizni musulmonligimizni, Allohning chin quli, chin bandasi ekanligimizni dalolat qiladi. Ya'ni o'sha bizni banda ekanligimizni bildirib qo'yadi. Endi kimiki shunga amal qilsa, Allohning rahmatiga musharraf bo'ladi. Endi amal qilmaganchi deyilsa, qiyomatda Alloh taolo o'zini fazli bilan, o'zini marhamati bilan kechirsa, u Alloh fazl qiladi bandani. Chunki u Allohning haqqini bermadimi, berdimi, uni Alloh taolo o'zi biladi. Ya'ni Alloh buyurganiga itoat qildimi, o'shanga yarasha savob oladi, ajr oladi. Alloh buyurganiga itoat qilmadimi, o'shanga yarasha Alloh taolo jazo yoki mukofot berishligi mumkin yoki kechirishligi mumkin. Bu Allohning haqqi bo'ladi.